bekasi. Assalomu alaykum. Hozir bir ajoyib asrda yashayapmiz. Rivojlanish, tezlik shunaqangi juda kuchli holatda. Hozir kimga tushsa, amallab qidirib, yugurib bo'lsa ham topib oladi. Ish ko'p bo'lgan odam mansabi, amali, boyligini abadiy deb o'ylab qoladi. Aslida bunday emas. Qo'lidan ketganda rosa afsus, nadomat chekadi. Bekordan bekor shuncha vaqtini, mol-u dunyosini behuda isrofgarchilikka ishlatganini o'ylab, ich-ichini bu asosan yaratgandan vaqt ketmoqda. Kech bo'lmoqda. Hol ahvol so'rab, bir og'ayningizdanmi, tanishingizdanmi, anchadan bir gaplashmagan odamga telefon qilsangiz, tinchlikmi yoki qarshi so'rayaptimi deb o'ylab qoladigan. Qiziq. Muomalaga, va'da berishga juda usta bo'lib ketdik. 18-iyul ammo natija 2021-yil. kam, vafo esa kamroq bo'lib qoldi. Qabr toshlarini ekmiz,